Navbatdagi sura Najm surasi. Qarang. Suraning Tur surasining oxiri yulduzning botishi bilan tugagan bo'lsa, keyingi sura Najm surasi yulduzga qasam bilan boshlanadi. Najm surasi Makka da nozil bo'lgan, mufassal uzun mufassallardan qasam bilan boshlangan va Najm yulduzga qasam deb boshlangan. Nozil bo'lish tartibi raqami 23-sura, ya'ni dastlabki suralardan hisoblanadi. Mushafda 53-sura tartib bo'yicha. Sura mushafda 2,5 sahifadan sal ko'proq, salkam 3 sahifaga joylashgan. Oyatlari 62 ta, kalimalari 360 ta, harflari 1422 ta. 27-juzning 5-7 sahifalarida keladi. Sura Karima Najm surasi deb nomlangan, ya'ni yulduz deb nomlangan va bu nom uning dastlabki kalimasi. Ya'ni sura yulduzga qasam deb boshlangan. Va najmi idha hawa, botayotgan yulduzga qasam. Oldingi oyat suraning oxiri yulduz botishida ham tasbih aytadi. Ya'ni bu Najm surasining boshi botayotgan yulduzga qasam deb boshlanadi. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Sizning sohibingiz, ya'ni Muhammad alayhisolatu vassalom adashgani yo'q, yo'ldan ozgani ham yo'q. Makka mushriklari Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga shunaqa deyishgan edi. Sen adashyapsan, yo'ldan ozding sen, ota-bobomiz dinidan qaytib. Shirk, ular butga sig'inishar edi. Bunga ters yurib sen yo'ldan adashding deyishgan edi. Ana unga raddiya sifatida ushbu oyat karimalar nozil bo'lgan. Va ma yantiqu anil hawa. Muhammad alayhisolatu vassalom o'zicha gapirmaydi. Havodan gapirmaydi. Ya'ni nafs havodan gapirmaydi. In huwa illa vahyun yuha. U Qur'on, u zot aytayotgan bu kalom, u nozil bo'layotgan vahiydir bu. Allamahu shadidul quwa. Qur'onni, bu vahiyni unga quvvat egasi bo'lgan Jabroil o'rgatmoqda. Zu mirratin fastawa. Zu mirra degani u ham quvvat, faqat aqliy quvvat. Aqliy baquvvat, quvvatlik, ya'ni Jabroil alayhisolatu vassalomni mana shu oyatlar tanishtirgan. O'zi Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga vahiy haqida gap ketyapti. Lekin Qur'onning uslubi shunaqaki, orada Jabroil alayhisalomni vasfi ketadi, tanishtiradi. Jabroil alayhisalomni Alloh o'ta aql idrokda baquvvat deb ta'riflayapti. Demak, farishtalarda aql idrok bor ekan. Aqliy quvvat bor ekan. Jabroil va huwa bil ufuqil a'la. U baland, oliy ufuqda edi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom Jabroil alayhisalomni ufuqda ko'rganlar. Ufuqni to'sib turgan ekan. 600 ta qanoti bor ekan deganlar. Hadis, sahih hadislarda keladi, 600 ta qanoti bor. Yashil gilamni ustida ko'rganlar. Ya bir kursida ham ko'ringanlar, yashil gilam yo'q. Yashil gilamga o'xshab ko'ringan. Uni tafsir qilinadiki, o'sha qanotlar 600 ta qanot gilamni singari namoyon bo'lar edi deb izohlanadi. U pastladi, tushdi va yaqin keldi. Ya'ni u Jabroil alayhisalom yerga tushib payg'ambarga yaqin keldi, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. Fakana qaba qawsayn aw adna. Ikki kamon miqdoriday joyda bo'ldi. Balki undan ham yaqinroq bo'ldi. Ya'ni mana shunchalik yaqin holatga keldi. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga ana shundoq buyuk farishtaning yaqin kelishi bu juda katta mo'jiza edi. Fa awha ila abdihi ma awha. Alloh Jabroilni ana shundoq payg'ambariga yaqin olib borib turib, keyin bandasiga nozil qilmoqchi bo'lgan vahiylarini nozil qildi. Doimgi vahiy. Endi bu yerda birinchi vahiy holatlari, dastlabki vahiy holati nazarda tutilyapti. Lekin Rasululloh akram alayhisalom Jabroil alayhisalomni o'sha birinchisida ko'rganlar, keyin Muddassir surasi nozil bo'lganda ham ko'rganlar. Keyin Merojda o'z suratida ko'rganlar. Boshqa vaqt o'z suratida ko'rganlari kelmaydi. Ma kadabal fuadu ma ra'a. Qalb ko'z ko'rganini yolg'onga chiqarmadi. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolatu vassalom bu yerda
birinchi holat mana shu joygacha bo'lgan holat yerdagi Jabroil alayhissalom bilan Rasulullohning uchrashuvlari haqida gap ketgan bo'lsa, endi bu yoq merojga tegishli gap. Ya'ni ko'z ko'rganlarini inkor qilmadi. Ko'z ko'rganini qalbi inkor qilmadi. Jabroil bu oyat nimaga ishora qiladi? Rasululloh akram alayhisolatu vassalom tushib gapirganlar-ku meroj haqida. Merojda jannatni ko'rganlar, do'zaxni ko'rganlarini gapirganda odamlar u zot alayhisolatu vassalomga mushriklar ishonishmadi. Shunda u qalbi ko'z ko'rganini inkor qila olmaydi-ku deyilyapti oyat. Qanaqa qilib ko'z ko'rgan narsani qalbi inkor qiladi? Muhammad alayhisolatu vassalom qalbida bor gapni aytayapti. Qalbi esa ko'z ko'rganini inkor qilmaydi. Endi sizlar u ko'zi bilan ko'rgan narsa haqida u bilan tortishasizlar. Axir sizlar ko'rmagansizlar-ku uni. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. U, ya'ni Muhammad alayhisolatu vassalom Jabroil alayhissalomni ikkinchi marta ham ko'rdi. Keyin u qayerda? Sidratul Muntahoda. Sidratul Muntahoni Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ta'riflaganlar. Hadislarda keladi. Sidratul Muntaho o'zi tugash daraxti degani. Bu nima? Ya'ni nihoya daraxti degani. Bu nima degani desa, u g'ayb olamiga tegishli xabar endi bu ham. O'sha bir daraxt bor deganlar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom taxminan o'sha sidr daraxtiga o'xshash go'zal daraxt. O'ta katta daraxt. Koinotning boradigan joyi eng oxiri shu yer ekan. Maxluqotni boradigan joyi. Hatto farishtalar ham Sidratul Muntahoni uyog'iga o'ta olmaydi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom esa o'sha joygacha ko'tarildilar. Uning mevalari xumdek ekan deganlar. Barglari filning qulog'iga o'xshash katta ekan deb ta'riflab berganlar. O'sha Sidratul Muntahoga Rasululloh akram alayhisolatu vassalom Sidratul Muntahoda Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga 4 ta anhor ko'rsatilgan. Ikkitasi yashirin, ikkitasi oshkora edi. Ikkita yashirini jannat anhorlari, ikkita oshkorasi esa Nil va Furot daryolari edi deganlar. Bu hadis nimani anglatadi? Bu hadis u merojda. Ba'zi odamlar aytadiki, osmondan oqib tushar ekan Nil deydi. Furot osmondan oqib tushar ekan deydi. Yo'q, u shu vaqtda ham ma'lum bo'lgan. Furot qaysi tog'lardan keladi, Nil qayerdan keladi ma'lum bo'lgan. Bu yerda hadisda ma'no shuki, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga o'sha Furot va Nil daryolarining barakotli daryo ekanini, dunyodagi barakotli daryo ekanini namoyishini merojda ko'rsatgan. Hali bormi? Do'zaxiylar hali do'zaxga tushmasdan do'zax namoyon qilingan-ku. Jannatiylar hali jannatga kirmagan, jannat namoyon qilingan. Bu tamsil deyiladi. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga mana shu tamsil namoyon qilingan. Endi jannat va do'zaxlarni borib ko'rganlari, lekin u yerdagi hodisalar esa tamsiliy bo'lgan. Dunyo daryolarini ham u yerda ko'rsatilishi, demak, hammasi Alloh subhanahu va taoloning mulki ekani va dunyoga o'sha jannatdan barakot nishonasi borligini demak dalolati uchun mana shundoq u zot alayhisolatu vassalomga ko'rsatilgan. Ana bu surada undan keyingi oyatlarda butlar tanqid qilinadi. Yana aytiladiki oyatda fa'rid amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Sen bizni zikrimizdan yuz o'girgan va faqat dunyo hayotini o'ylaydigan odamlardan sen ham yuzni burgin. Chunki zalika mablaghuhum min al-ilm. Ularni ilmi yetgan joyi shu. Ya'ni ular faqat dunyo ilmi bilan ovora. Oxiratni esa ular istashmaydi. Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi va huwa a'lamu biman ihtada. Albatta Robbing kim zalolatda-yu, kim hidoyatda o'zi yaxshi biladi. Yer va osmondagi hamma narsa Allohniki. Nega? Yomon amal qilganlar ham jazosini olsin, yaxshilik qilganlar esa mukofotini olsin, yaxshi mukofotini olsin.
u yaxshilik qilgan kishilar shundoq kishilarki, ular katta gunohlardan, fahsh ishlardan saqlangan odamlardir. Illal lamam, magar lamamga qo'l urib qo'yishadi. Lamam nima desa, yengil gunohlar ekan. Ya'ni katta gunohlardan ular hazir bo'lgan, lekin gohida xato qilib qo'yishadi. Bu xatolarni esa Alloh mag'firat qiladi. Inna robbaka vasi'ul mag'fira. Zotan Robbing mag'firati keng zotdir. Fala tuzakku anfusakum. O'zingizlarni o'zingizlar poklamanglar. Men zo'rman, men undoqman demanglar. Balki Alloh kim pok? Alloh o'zi uni yaxshi biladi. O'shuning uchun birovni maqtaganda shu gapni aytish islom odobi hisoblanadi. Men uni 100% aybdan pok demayman, lekin shundoq deb bilaman. Mana shundoq ta'riflash sahobalardan rivoyatlarda bor. Wala uzaki ahadan. Hech kimni men Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hadislari bu. Men hech kimni bir yo'la begunoh demayman, lekin bilishimcha, mana shundoq demak hadislarda keladi. Mana shundoq deb bilaman deb maqtasa bo'ladi. Ularga Musa Ibrohimlarning sahifalaridagi Tavrotdagi Ibrohim sahifalaridagi xabarlar kelmadimi deb turib, Ibrohim alayhisalomning sahifalaridan ma'nolar iqtibos keltiriladi. Ibrohim alayhisalomning sahifalarida, Musa alayhisalomning bitiklarida Tavrotda shu ma'nolar bor ekan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Hech kim birovning yukini ko'tarmaydi. Va allaysa lil insani illa ma sa'a. Insonga o'z qilgan qilmishi, o'z harakatining natijasi bo'ladi xolos. Va anna sa'yahu sawfa yura. O'zi qilganini u yaqinda ko'radi. So'ng esa mukofotini, jazosini to'liq oladi. Va intiho oxir borish qaytish Robbingning huzurigadir. Alloh kuldirib yig'latadi. Va u o'ldirib tiriltiradi. Va u juft erkak ayolni u yaratgandir. Otilib chiqqan suvdan. Mana bu bitiklar, mana shu ma'nolar demak qadimgi sahifalarda ham, qadimgi payg'ambarlarning bitiklarida ham kelgan ekan. Ushbu oyat karimalarda bir ikkita biz mulohaza qiladigan nuqtalar bor. Va allaysa lil insani illa ma sa'a degan, ya'ni insonga o'z topgan tutgani bo'ladi degan. O'zi qanday amal qildi, o'sha bo'ladi. Ushbu oyat karimani ba'zilar dalil qilib o'tganlarga savob bag'ishlasa yetmaydi degan gapni degan fikrni aytgan va aytadi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi ham mana shu fikrga moyil bo'lgan ekanlar. Lekin jumhur ulamolar, jumladan Hanafiylar bu oyat asosiy hal qiluvchi amal ma'nosida deb aytganlar. Ya'ni asosiy hal qiluvchi ish insonning o'zining amali. Lekin yordamchi kuch ma'nosida o'lgandan keyin inson boshqaning amalidan foyda topishi mumkin. Bunga dalil qaysi? Rasululloh akram alayhisolatu vassalomdan so'rashdi. Ya Rasululloh, bir onamning nomidan, otamning nomidan haj qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Agar otangning qarzi bo'lsa usting o'tarmidi? O'tadi. Allohning haqqi to'lashga eng haqlisi deganlar. O'zi o'lib ketgan odam haj qilmasdan, farzandi yoki kimdir uning nomidan haj qilsa o'tyaptimi? Buning amalidan u foyda olyaptimi? Olyapti. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga kelib Sa'd ibn Ubada, ya Rasululloh, onam vafot etdi, nima qilsam onamga yaxshilik qila olaman endi? Sadaqa qil deganlar. Shunda onamga foyda bo'ladimi deganda, ha deganlar. Sahih Buxoriyda keladi, Oysha roziyallohu anha aytadilar. Bir kishi kelib, ya Rasululloh, onamning nomidan ehson qilsam unga foydasi bormi dedi. Rasululloh ha dedilar. Birovning sadaqasidan birov foyda olyaptimi? Demak, o'tganlarga savobli amal bag'ishlash bor. Ba'zi bir kishilar aytadiki, Qur'on bag'ishlash haqida hadis kelmagan-ku deydi. Qur'on bag'ishlash haqida hadis kelmagan-ku desa, ulamolarimiz aytadilarki, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning o'tganlarga savob yetkazish haqidagi hadislarini o'rgansak, odatda savolga javob berganlar. Ya Rasululloh, haj qilsam o'tadimi? Otamga boradimi? Boradi. Umraga o'tadimi? Otam hoji bo'ladimi? Bo'ladi. Umra qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Onamning nomidan sadaqa qilsam savob bo'ladimi? Bo'ladi. Namoz o'qisam, ota-onamga shundan ulush bag'ishlasam bo'ladimi? Bo'ladi. Deyaptilar. Hatto roza namozni ham ota-onaga savob yetish haqida hadislar bor.
lekin Qur'on o'qib bag'ishlasam yetadimi degan savol javobga hadis kitoblarida guvoh bo'lmaysiz. Ulamolar aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalom odatdan javob uchun aytgan bu javoblari qoidani bayon qilgan. Qoida shuki, savob amal yetadi, bag'ishlasang yetadi degan qoidani keltirib chiqaryapti. Faqat birov kelib Qur'on o'qisam savob yetadimi deb so'ramagani uchun unga javob rivoyatda uchtamaydi. Agar taxminan bir kishining esiga shu gap kelib, "Ya Rasululloh, otamning nomidan men otamga Qur'on o'qib bag'ishlasam yetadimi?" desa, deb so'raganida agar boshqa hadislarning javobidan kelib chiqib, agar xulosa qilsak, shu natija bo'ladiki, Rasululloh akram alayhissalom shunga ham ha degan bo'lardilar. Chunki hadislarning taqozosi, hadislarning umumiy xulosasi mana shuni taqozo qiladi deydilar. Shuning uchun jumhur ulamolar Qur'on savobi yetadi deganlar. Zakariya Ansoriy alohida kitob yozganlar. U kishi o'zi Shofiiy. Alohida kitob yozib, Hanafiylarning dalili ustun ekanini isbotlab va nihoyatda kuchli dalillarni keltirganlarki, o'tganlarga Qur'on tilovatining savobi yetishi va bu sahobalardan borligi haqida dalillarni keltirganlar. Sahobalar o'tgan, masalan, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotlaridan oldin aytganlar. Mening qabrimda Baqaraning boshini oxirini o'qinglar deganlar. Ibn Umar roziyallohu anhu yoki Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Ibn Umar roziyallohu anhu aytganlar. Men o'tsam qabrimda Baqaraning boshi va oxirini o'qinglar. O'g'illarga nasihat qilyaptilar. Agar manfaati bo'lmasa shu gapni Ibn Umar aytarmidilar? Yo'q. Ana shuning uchun Qur'on tilovatining savobini bag'ishlash bu jumhur ulamolar, to'rala mazhab ulamolari hammasi ittifoq qilgan. Dastlab ba'zi mazhab ulamolari bunga moyil bo'lmagan bo'lsa ham mutaaxirlari jumhur ittifoq qilganki, Qur'on o'qisa savobi yetadi. Chunki bu qavlning dalili kuchli. Endi yaqinda chiqib olib, u bid'at deydi, savob yetmaydi deydi. Yo'q, u gaplarni bahs munozarasi oldin bo'lgan. Hozirgilarnikini singari qo'pol tarzda bo'lmasa ham bo'lgan bahs. Lekin xulosa savob yetishi haqidagi fikr to'g'ri ekani bilan yakunlangan. U necha yuz yil oldin. Bo'ldi. Endi buni yana qaytadan kavlab tashvishga sabab bo'lish, bu esa bu fitna bo'ladi. Shuning uchun bizda mana o'tganlarga Qur'on bag'ishlash nihoyatda yaxshi urfga kirgan. Bu juda ulug' ish. Eng asosiysi odamlarimiz mana shu bahona Qur'on eshitadi-da, eshitmaydigani ham. O'qimaydigani ham gohida shu bahona Qur'on o'qiydi. Bir joyga borsak, patoga borsak, bir narsa o'qimasang, jahajorat bo'lyapti odam. Hech bo'lmasa 3-4 ta sura o'rganib olay deydi. Mayli, o'sha bahona Qur'on o'rganib oladi. Qur'onga yaqinlashib oladi. Undan tashqari o'tganlar haqqiga duo qilamiz. Shu bilan birga Allohning kalomi eng katta vasila bo'lmaydimi? Parvardigor, o'zingning kaloming, vasila. Otamni rahmatingga olgin, onamni rahmatingga olgin, tilovatim savobidan bahramand aylagin. Ana bu demak islom ummati qabul qilgan, demak go'zal amallardan sanaladi va bizning xalqimizda bu nihoyatda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hatto ba'zi bir ota-onalar masalan farzandiga shu bahona ham Qur'on o'rgatishga intiladi. Orqamdan Qur'on o'qib savob bag'ishlasin deydi. Endi tushdan dalil olinmaydi-yu, lekin bir hodisani aytishadi. Ustozimiz Badriddin Qorakam aytib bergandilar. Bir shunaqa inson bor ekan, o'tganlarga savob yetmaydi degan inson, Andijonda yaqinda o'tgan. Vafot etgandan keyin yaqinlarini tushga kirgan. Endi bu ham bir ishora-da endi. Tush shariatda dalil emas, lekin ishora. Tushga kirganda haligi o'rtog'iga aytganki, "Oshna, juda qiynaldim. Hech yo'q, Ixlosni 3 marta o'qib menga bag'ishla" degan. Tushida. Keyin u Badriddin Qorakamga u odam o'sha tushni aytib bergan ekan. Qarang, o'sha gapni bu odam aytganida yaxshi gap emas ekan shekilli, mana tushimga kirib qoldi. Mana shunaqa deyapti degan gapni aytgan. Undan tashqari ba'zi bir ishoralar bor. Bizni bir qarindoshimiz vafot etdilar. Vafot etganda endi qarindoshlar xatmi Qur'on qilgan. Shunda hamma o'zi ba'zilar borib bag'ishlaydi, ba'zilar xolis bag'ishlaydi-ku. Opalarimizdan biri o'zi xatmi Qur'on yetkazibdi, shu o'tgan marhumamizga savob yetsin deb xos xatmi Qur'on bag'ishlab.
duo qilibdi. Lekin hech kimga aytmagan. Hech kimga aytmagan. Keyin ikkinchi bir qarindosh tush ko'ryapti. Bu tush odamlar erta aytyapti u deb o'ylaydi. Yo'q, tush Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlari. Payg'ambarlik vahiy tugadi, lekin mubashshirot bor deganlar. Ya'ni solih tushlar qoldi deganlar. Bu nima degani? Solih tush vahiy g'ayb olamidan xabarmidi? Solih tush shunga o'xshash xabar bo'ladi degani. Mubashshirot bor. O'sha yana bir qarindosh tush ko'ribdi. Tushida qarang. Haligi marhumga unisi kelib oz-moz hadiya beryapti ekan. Nimadir kichkinagina. U odam xafa bo'lib o'tiribdi ekan. Birdan keyin haligi xatmi Qur'on yetkazgan ayol katta bir sovg'a ko'tarib kelib topshiribdi. Ya xursand bo'ldi. Keyin turib so'ragan, ular qarindosh-ku. Tush ko'ribman, tushimda sen falonchi yaqinda o'tgan qarindoshimizga sen hadiya topshiryapsan. Ajoyib tush ko'ribman desa, shu qaysi kuni ko'rdingiz? 2 kun bo'ldi. 2 kun oldin men xatmi Qur'on bag'ishladim degan. Ya'ni bular ishoralar. Mana shunga o'xshash o'tganlarga savob yetkazish borasida, demak, biz islom ummatining ulamolarining gaplarini va mana bunday misollarni bilib olishimiz kerak. Bunga o'xshash gaplar juda ko'p. Shuning uchun o'tganlarga Qur'on o'qib bag'ishlash bu juda ham yaxshi bir an'ana bizda. Shu bahona marosimlarimizda Qur'on tilovati bo'ladi. O'tganlarimiz haqqiga duo bo'ladi va inshaalloh ularga savoblar yetadi. Sura Karimaning oxiri sajda oyatlari hisoblanadi. Sizlar bu Qur'ondan ajablanasizlarmi? Sizlar ko'p kulasizlar. Yig'lamaysizlar. Sizlar o'zi bu Makka mushriklariga xitoban aytilgan oyatlar. Va tadhakuna va la tabkun. Ular oyatlarni masxara qilishar edi. Ana shuning uchun ularni tanqid qilinyaptiki, sizlar kulaverasizlar, lekin yig'lamaysizlar. Aslida holatinglar yig'laydigan holat. Va antum samidun. Sizlar beparvosizlar. Ya'ni Qur'on nozil bo'lyapti, beparvosizlar. O'ynab kulib yuraverasizlar. Endi Allohga sajda qilinglar, unga ibodat qilinglar. Oyat nozil bo'lgan suraning oxirgi oyatlari. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlarki, Qur'oni Karimdan o'sha 114 ta 115 ta sajda oyati bo'lsa, eng birinchi nozil bo'lgan sajda oyati mana shu Najm surasining sajdasi hisoblanar ekan. Bu sura nozil bo'lganda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar, uzr, Ibn Abbos emas. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar. Ibn Abbos ham aytgan ekanlar. Ibn Abbosdan ham rivoyat bor, Ibn Mas'uddan ham rivoyat bor. Ibn Abbosning hadislari shuki, Nabiy alayhisolatu vasallam Najm surasining sajdasini qilganda, u zot bilan birga musulmonlar qolib, mushriklar ham sajda qilgan ekan. Va jinlar ham sajda qilgan ekan. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shuni aytadilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sajda oyati Najmdagi sajda oyati edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu oyatni o'qib sajda qilganlarida ortlaridagi hamma sajda qildi. Mushrik va musulmon sajda qildi. Makka da bo'lgan bu. Illo bir kishi Umayya ibn Xalaf sajda qilmagan ekan. U bir siqim tuproqni olib, peshonasiga bundoq tegizib, menga mana shu yetadi degan. Bo'ynini egishga bo'yin bermagan. Va uni keyin men Badrda halok bo'lganini ko'rdim deganlar Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Ushbu oyatlarning ta'siri shunchalar kuchli bo'lganki, va Najmni. Hozir biz endi kech payt qiroatini eshitamiz inshaalloh. Va Najm surasini biz qisqacha ma'nolari bilan tanishyapmiz-ku, lekin bu suradagi balog'at, bu suradagi go'zallik, bu suradagi ma'nolar shunaqa buyukki, ana u iymonsiz mushriklar ham sajda qilinglar deganda bexosdan sajda qilib olgan. O'zi ular iymon keltirmagan, lekin Rasululloh akram alayhissalom shu surani o'qib sajdaga yiqilganlarida musulmonlardan o'tib mushriklar ham Qur'onning ta'siriga asir tushib qolishgan edi. Ular ham birga sajda qilgan. Lekin o'shanda ham
Umayya ibn Xalaf sajda qilmagan ekan. U nima qilgan ekan? Hamma sajda qildi-ku. Tuproqni olib peshonasiga tegizib, menga shu yetadi degan ekan. Keyin uni kofir holatida Badrda qatl qilinganini ko'rdim, dedilar Ibn Mas'ud roziyallohu anhu.